Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavloniya qiziquvchilari. Mana bugun aptekadamiz. Pavloniyaga kerakli dorilarni olyapmiz. Nima kerak dorilarni o'zi ko'rsatib o'tib ketamiz. Asosiy kerak bo'ladigan narsa bu biz uchun karnivin bo'ladi. Mana 5 grammlik stimulyator karnibrizovaniya. Bundan tashqari Biagoms. Bu yerda mischoklarda sotiladi. O'zimizda kilolab boshqacha turda sotiladi. Litrlab, kilolab. Asosan mana shu Biagoms va karnivin va mana bu yerda yana boshqa assortimentlar bor. Asosan mana shundaysa karnivin va Biagoms. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmasini boshda yoddan chiqarmang va bundan keyin ham juda ham foydali videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling.